Assalomu alaykum hurmatli dastur foydalanuvchilari. Hozirgi video darsda biz Farmoz dasturi Smart POS kassa apparati bilan integratsiya holatidagi bir holatni ko'rsatmoqchimizki, bunda misol uchun bu balnol tabletkasi desak, ichida 100 ta turadi. Kassa apparati orqali sotmoqchi bo'lsak, bunda faqat biz bitta pochkaga bitta markorka uramiz. Skaner qilganimizda o'sha tovar chiqib keldi. Bu tovar bitta upakovkada, bitta markorovka deb chiqmoqda. Agar ustiga bosib turib o'shani o'zgartirmoqchi bo'lsak ham faqat bitta korobkani uradi. Agar biz Farmoz dasturidan o'sha mahsulotni yuboradigan bo'lsak, donalab sotishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bundan chiqqanimizda avtoprintni yoqib qo'yamiz. Tovarimizni markorovkasini skanerga olib ko'rsatamiz. Bundan misol uchun 10 dona sotyapmiz. Chiqim qilamiz. Yuborganimizda kassa apparatimizning quyidagidek yozuv paydo bo'ladi va ushbu yuborilgan dorimizga chiqib keladi. Misol mana bu yerda balnol tabletka, mana markorovkasi bor, ikki pochta ko'dlari bor. Undan tashqari buni asl belgi saytlarda tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Bunda mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, mana 10% shu balnol tabletkasidan sotildi deb chiqmoqda. Mana bu yerda o'sha dori ma'lumotlari balnol tabletka mana 10% sotilgan. Ushbu tovarni sotganimizdan keyin yana kassa apparatdan ushbu markorovka orqali sotamiz deydigan bo'lsak, o'sha tovarni tanlaganimizda mana bunaqa yozuv chiqadi. Ushbu markorovka mahsulot sotilgan. Lekin biz yana bu mahsulotimizni Farmoz dasturi orqali sotsak bo'ladi. Bunga yana faol chekka kiramiz. Avtoprintdan bundan yana 10 dona sotamiz. Mana o'sha tovardan yana chiqmoqda. Bu 10% holatda turibdi. Biz hozir obnovleniya qilamiz. O'sha 10% holati 20% ga o'zgaradi. Mana bu joyda 20% ushbu doridan markorovka orqali sotildi deb turibdi.